Manchi bu SMS-i. Shunaqa tonda o'qidim-da. Shuncha pobochkalari bor ekan, shuncha minus taraflari bor ekan, nimaga unda ichvoz? Negadir shunaqa tonda o'qidim. Hozir shuncha minus tarafi bo'lsa ham nega sistemni rechinoid ichayotganimni iloji boricha qisqacha qilib tushuntirib berishga harakat qilaman sizlarga. Birinchisi bu doktorlar уже boshqa lecheniyalar ta'sir qilmaydi degani. Ya'ni undan oldin hamma antibiotiklarni ham, dorilarni ham hammasini olib bo'ldim. Уже sistemni rechinoiddan boshqa narsa в целом juda ham yaxshi yordam bermaydi deyishganligi uchun уже sistemni rechinoid ichishni boshladim. Sistemni rechinoid rostdan faqatgina yomonlab chiqayotgan ekanman. Plus taraflarini sizlarga aytmayotgan ekanman. Hozir bu videoda hamma plus taraflarini sizlarga aytib beraman. Bitta plus tarafi 2 yildan erishamagan rezultatimga 6 oyga qolmasdan erishdim. Ya'ni shunaqa yuzdan mana shunaqa yuzga keldim. Ikkinchi plus tarafi bu sochinglarni yog'lanmasligi. Обычно akni yog'li yuzlarga toshadi, ya'ni terisi yog'li qizlarga toshadi. Bu degani soch ham yog'li degani, sochdagi yog'lanishi ham minusga kiradi. Hozir bo'lsa sochimni bir hafta 10 kun yuvmasam ham mana shunaqa ahvolda turadi. Bu plus menimcha hammada ham bo'lmasa kerak, lekin men uchun plus tarafi bu meni qanaqadir rejimga tushirdi. Chunki undan oldin o'zi zavtrak qilmasdim, zavtrakam obedda bo'lardi, obedim ujinda bo'lardi, shunaqa palapar ishida, lekin bu dorini ichayotganligim uchun zavtrak vaqtida, obed vaqtida, ujin vaqtida qilishga harakat qilaman. 90% uddalaman deb o'ylayman. Yana bitta tarafi, men imенно kosmetika bilan shug'ullanganligim uchun hozir juda ham ko'p kosmetika ishlatishga ilojim bor. Ya'ni oldin yuzim juda ham yog'li bo'lgan, suxoy yuz kosmetikasi menga to'g'ri kelmagan. Hozir bo'lsa bemalol suxoy yuzga ham, jir yuzga ham ishlatib olaman. To'g'ri, plus taraflari unaqa ko'p emas, lekin yuzinglarni bunaqa ahvolda, bundan battar ham bo'lishi mumkin kimlardadir. Bunaqa ahvoldan bunaqa ahvolga olib kelish uchun menda hamma bo'layotgan minus narsalarga to'g'risi roziman. Endi bundan ko'proq deb endi karilamayman, to'g'risi hamma minus taraflariga chidasa bo'ladi. Chidash kerak, chunki bunaqa rezultatni menimcha boshqa narsa bermaydi. Hozir yuzimga modelini, toneri bilan kremini surib oldim. Kremini juda ham yaxshi ko'rib qolganman qizlar, chunki sostavida menga kerakli bo'lgan gialuronik kislota, peptid ishi butter bor. Yuzimni shunaqa namlantirib qo'yish uchun, chunki yuzim juda ham qurib ketyapti. Bundan tashqari glow effektini beradigan toneri ham bor. Bu produktlar sizlarga qiziq bo'lsa, pastdagi profildan tavsiyalar bo'ladi.